Aziz do'stlar, siz bilgan va ishonch bildirgan Umbem klinikasi endi sizga yanada yaqinroq. Biz yangi filialimizni ochdik. Shu sabab yangi klinikamizda turli xil xizmatlar uchun 20% gacha chegirmalar taqdim etamiz. Marhamat, klinikamizga kelib, o'zingiz va yaqinlaringiz sog'lig'iga g'amxo'rlik qiling. Bizning yuqori malakali shifokorlarimiz quyidagi sohalarda xizmat ko'rsatishadi: stomatologiya, ginekologiya, terapiya, lor, jarrohlik, pediatriya, urologiya, UZI va boshqa yo'nalishlar. 5000 dan ortiq turdagi laboratoriya tahlillari olinadi hamda eng yuqori sterilizatsiya darajasi o'tkaziladi. Bizning manzil Moskva shahri, VDNX metro bekati, Kondratyuk ko'chasi 2. Telefon raqamimiz 8 925 103 22 55. Mutaxassis ko'rigiga oldindan yozilishni unutmang. Umbem klinikasi. Biz sizning sog'lig'ingiz uchun qayg'uramiz. Agar arab davlatlari rahbarlari Rossiya bilan o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishsa, Ukraina harbiylari yaqin sharqqa borib, arab mamlakatlariga Eronga qarshi kurashda yordam berishi mumkin, dedi Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy. Tramp Eron hukumatiga qarshi qurolli guruhlarni qo'llab-quvvatlashga tayyor. Wall Street jurnali Amerikalik rasmiylarning ma'lum qilishicha, prezident Donald Tramp Eronda rejimga qarshi turishga tayyor bo'lgan qurolli guruhlarga yordam berish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Biroq ularga qurol-yarog' yoki razvedka ma'lumotlarini taqdim etish bo'yicha yakuniy qaror hali qabul qilinmagan. Pokiston Eronga Saudiya Arabistoni oldidagi ittifoqchilik majburiyatlarini eslatdi, dedi Pokiston tashqi ishlar vaziri Ishoq Dar. Men Eron tomoniga mudofaa kelishuvimiz haqida xabar berdim. Tehron Saudiya Arabistoni o'z hududining Eronga qarshi ishlatilmasligini ta'minlash kerakligini aytdi, dedi Dar. Saudiya Arabistoni va Pokiston sentyabr oyida o'zaro mudofaa kelishuvini imzoladilar. Eron va Pokiston 900 kilometrdan ortiq chegaraga ega. Mojaro boshlangandan beri Eron Ar-Riyodga bir necha hujumlar uyushtirdi. Tehronda 2 aeroportga zarba berildi. Bitta yo'lovchi samolyot yo'q qilingan. Isroilning 700 News axborot agentligi va Eronning Saberin axborot agentligi xabar berishicha, Tehrondagi Mehrobod aeroporti asosan ichki reyslarni amalga oshiradi va mamlakat janubidagi Bushehr aeroporti hujumga uchragan. Hujum natijasida aviakompaniyaning bir yo'lovchi samolyoti vayron qilingan. Ommaviy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Isroil armiyasi Erondagi qurol ishlab chiqarish obyektlariga, jumladan ballistik raketa ishlab chiqarish obyektlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi Eronga qarshi tajovuz Eronni yadroviy qurol ishlab chiqishga majbur qilishi mumkinligini ma'lum qildi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi yana bir Tixat havo mudofaa tizimini yo'q qilganini e'lon qildi. Bu urush boshlangandan beri yo'q qilingani haqida xabar berilgan ikkinchi shunday tizim. AQSh Janubiy Koreyadan Tixat batareyasini qayta joylashtirishga shoshilayotgani haqidagi xabarning sababi ham shu bo'lishi mumkin. Qatar havo kuchlari Eronga birinchi marta havo hujumini amalga oshirdi. U AQSh Isroil koalitsiyasidan tashqarida urushga kirgan birinchi Yaqin Sharq davlati bo'ldi. Eronda AQSh Isroil hujumlari sabab halok bo'lganlar soni 787 kishiga yetdi. Eron Mudofaa vazirligining vakili: har bir qo'mondonning kamida 3 ta tayinlangan vorislari bor va agar qo'mondonlar o'ldirilsa, biz hokimiyat boshlig'iga duch kelmaymiz. Dushman bizning rahbarimizni majburan urush boshida o'ldirish, qulashga olib keladi deb o'ylagan. Ammo bu noto'g'ri hisob-kitob edi. Iroq Hormuz bo'g'ozi yopilgandan so'ng dunyodagi ikkinchi eng yirik neft konlari bo'lgan Rumaila konini yopmoqda. Agar biron bir Yevropa davlati Eronga qarshi hujumlarda ishtirok etsa, biz uni tajovuzkor davlatlarning bir qismi deb hisoblaymiz va oqibatlarini o'z zimmasiga olishlari kerak bo'ladi, dedi Eronning BMTdagi doimiy vakili. Boshlangan jarayon tez orada Yevropani qamrab oladi. AQSh va Isroil rejimi tomonidan yoqilgan olov butun dunyoni qamrab oladi, dedi Eron tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ismail Baqoiy. Bu iflos rejim rahbarimizni va uning oilasini o'limga sababchi bo'lgan bir paytda Minobda
hech qanday gunohi bo'lmagan 171 nafar farzandimiz ham o'lib ketdi. Nima uchun bu rejim kichkina begunoh qizlarga hujum qiladi? Qizlar maktabga hujumni urushning yon ta'siri deb oqlash eng uyatli bahonadir. Biz mustahkam turishimiz kerak. Eron insoniyat tarafida turadi, degan Baqoiy. Erondan keyin navbat Turkiyagami? Isroilning sobiq bosh vaziri Naftali Bennett Turkiyaga nisbatan choralar ko'rishga chaqirdi. Bennett Turkiya rahbari Rajab Toyyib Erdo'g'onni ayyor va xavfli raqib deb atab, uni Isroilni o'rab olishga intilayotganini ta'kidladi. U Isroil rasmiylarini bu tahdidga ko'z yummaslikka chaqirdi. Bennett shuningdek, Isroil bir vaqtning o'zida Tehron tomonidan kelayotgan tahdid va Anqara bilan munosabatlardagi murakkabliklarga qarshi turish kerakligini bildirdi. Bunga javoban Turkiya Buyuk Millat Majlisi raisi Davlat Bahçeli shunday dedi: bir boshqa bir o'lim. Ustimizga kim kelayotgan bo'lsa, kimlar kelishni o'ylayotgan bo'lsa, ko'radigan azobini ham bilib qo'ysin. Noto'g'ri hisob-kitob qilmasinlar. Bir o'lsak, ming tirilamiz, deb javob berdi u. Trump Eron bilan muzokara olib borish imkoniyati haqida gapirdi. Ularning havo mudofaasi, havo kuchlari, dengiz floti va rahbariyati yo'q qilindi. Ular gaplashmoqchi. Men kech bo'ldi dedim, deb ma'lum qildi u. Erdo'g'an Yaqin Sharqdagi mojarolarga barham berish uchun bor imkoniyatlarni ishga solayotganini aytdi. Yana ko'proq qon to'kilishidan, olov yanada kengroq tarqalishidan va qardosh xalqlar o'rtasida yanada katta adovat paydo bo'lishidan oldin biz mintaqani ushbu notinchlikdan imkon qadar tezroq xalos qilish uchun barcha imkoniyatlarimizni safarbar qildik, degan Turkiya rahbari. Eronda yadro quroli borligi yoki uni ishlab chiqarishga urinayotgan haqida na MAGATE'da, na Amerika razvedkasida hech qanday tasdiqlangan ma'lumot yo'q, dedi Sergey Lavrov. Lavrov shuningdek, Rossiya Eronga hujum qilgani uchun AQShga sanksiyalar qo'llamaydi dedi. Bu bizning usulimiz emas, dedi tashqi ishlar vaziri. Yaqin Sharqdagi urushda g'alaba qozongan yagona inson bu Putindir, deb ma'lum qildi Bloomberg agentligi. Kuni kecha tayinlangan Eronning vaqtincha mudofaa vaziri o'ldirildi. Isroil ommaviy axborot vositalari. Isroilning 12-kanali xabar qilishicha, kecha Eron mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan Majid ibn al-Reza o'ldirilgan. Undan oldingi vazir Aziz Nasrzoda esa 28-fevral kungi zarbalar paytida halok bo'lgan edi. Xitoy Eronga Hormuz bo'g'ozini to'smaslik uchun bosim o'tkazmoqda. Bloomberg xabar qilishicha, Pekin Tehronga diplomatik bosim o'tkazmoqda va Eronni neft hamda suyultirilgan tabiiy gaz tankerlariga hujum qilmaslik va dengiz yo'llariga xalal bermaslikka chaqirmoqda. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, mojaroning boshlanishidan beri tankerlar harakati deyarli to'xtagan. Shuningdek, Xitoy tomoni Eronga eksport infratuzilmasiga, jumladan Qatar obyektlariga zarba bermaslikni tavsiya qilgan. Qatar Xitoyga gaz yetkazib berishda taxminan 30% ulushga ega. Ukraina havo mudofaasida raketalar bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi mumkin. Bu Yaqin Sharqdagi harbiy harakatlar bilan bog'liq, dedi Volodimir Zelenskiy. Tayvan ziyon ko'rgan Quddusning Veyt-Shemesh shahriga 640 ming shekel Isroil valyutasini ajratishini e'lon qildi. Dubay aeroportida har bir daqiqalik pauza $1 million ga tushmoqda. Shahar iqtisodiyotining 27%ni ta'minlovchi aviatsiya sektori Eron atrofidagi vaziyat sababli falajlandi. Xalqaro aeroportning yopilishi oqibatida bir sutkada $10-18 million terminal tushumi va Emiratesning $100 million kunlik daromadi yo'qqa chiqmoqda. Isroil va Amerika terrorchilarni nishonga oladi, dedi Netanyahu. Isroil Amerikaning namunaviy ittifoqchisi. Shimoliy Koreyada yadro quroli bor, lekin ular Amerikaga tahdid solmaydi. Eron esa 50 ta Shimoliy Koreyaga teng. Eronga qarshi urush biroz vaqt olishi mumkin, ammo yillarga cho'zilmaydi. Men bu haqida o'nlab yillar davomida gapirdim va har bir yangi Amerika ma'muriyatini chora ko'rishga undaganman. Prezident Trump buni amalga oshirdi. Hech qachon Trumpdek prezident bo'lmagan. U erkin dunyoning yetakchisi ekanligi biz uchun katta baxt.
Qo'shma Shtatlar Tramp rahbarligida sivilizatsiyamizni va umumiy kelajagimizni himoya qilish uchun kurashga kirdi, dedi Isroil bosh vaziri. Biz hammadan ustun bo'lgan juda kuchli davlatmiz va ehtimol siz ham buni sezgandirsiz. Biz juda yaxshi ishlayapmiz. Biz juda kuchlimiz, dedi Donald Tramp. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In Eronga raketa bermoqchi. Agar Eron istasa, biz ularga Isroilga qarshi raketalar bera olamiz. Shunday raketalardan atiga bittasi butun Isroilni yo'q qilishi mumkin, deb ta'kidlagan u. Jurnalist Tucker Carlson: agar gap haqiqatdan ham Eron yadroviy qurol yoki Miami va Nyu-Yorkka qaratilgan yadroviy raketa qurish tahdidi haqida bo'lsa, Mark Levin yaqinda tinglovchilarga aytganidek, bularning hech biri haqiqat emas. Agar haqiqatdan ham shunday bo'lsa, bu tahdid qanday qilib 40 yil davom etgan bo'lishi mumkin? Qanday qilib kecha Benyamin Netanyahu aytganidek, Eronning yadroviy dasturi 40 yil davomida yadroviy qurol qurish arafasida bo'lishi mumkin? Albatta bunday emasdi. Eronning yadroviy qurol maqsadlari haqida bahslashsak, ular ehtimol uni xohlashgan. Kim xohlamaydi? Mana bunday qurolga ega bo'lmagan mamlakatlariga nima bo'lishini ko'ring. Endi hamma yadroviy qurolni xohlayapti. Lekin ular haqiqatdan ham uni olishga yaqin edimi? Yo'q. Xo'sh, Isroil nuqtai nazaridan buning maqsadi nima edi? Gap mintaqaviy hukmronlikda. Hammasi super oddiy, dedi Tucker Carlson.